الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد يتلسي هنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية قلندي deydi. Yani biz Riyazu Salihin degan şu kitapni o'qiyapmiz. O'qib, hozirgi babniki o'zidan bir yaxshi ishni qilsam bo'ldi desa, bu yaxshi ishniki turi islom dinimizda nihoyatda jiq. Yani savob bo'lgan ishlarniki turi, xili va uninki har xil shakli nihoyatda nima u jiq. Unda o'g'andikin bir mu'min bo'lgan odamniki o'zi yaxshi ishni qilishga mana yuqorqi o'qilgan oyat va hadisga asosan oldiraydi va uni nihoyat yaxshi ko'rdi. Undan keyin yaxshi ishni birni ham uning ustiga odam bir inson bo'lgandan keyin davomli bir xil ishni qilsa biz zerikib qolishi mumkin. Undan keyin bu yaxshi ishniki turi va shakli xili nihoyat jiq bo'lgandan keyin buni qilib qolsa sal ko'nglim yeni birini qilsin. Yeni birini qilib qolsa nima bo'lsin? Uçan özden meni yeni birini qilsin degan men mushu mazmunda nima qilgan to'q, ash mazmundagi babqan meni kelgan to'q, meni oldingi darsimizniki o'zida oyat va hadisniki ustida to'xtaldik, ya'ni 6 hadis tugabdi, ya'ni jiq yaxshi amallar va turjiq uni bo'lmasa bu har ishni qilsa o'ziniki shu vaqti va makoniga qarab ashunda özürüp durdu aşkın nefli emeller onu konu qaysı tassa balıksa adıksa şuna açık. Anda onu yaxşı işini kılamaptı men. Dedi ona onda bir nemi yok, özür yok diyen mezmunda ben elistar çok öttü. Azemdi bununki nemisi keldik azir 7. keldik bu babdaki. 7. ediste İbn Abbas nime Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılındı dedi Peygamberimiz. Bir adamiki ettigende mağasa mescidke. Yani Bamdat'ka üydün mescidke mengittim. Ya ki keş kurun. Keş tarafta. Yani rah diyen keş taraftaki mesela peşin, esir, namaşyan, kupta. Benim muşundak keş taraftaki üzerinde mescidki çok beripti bu adam. Ben namazını mescidde okuyayım, perz namazını ettim. Benim muşundak kan olsa teyyak koydu Allah Teala şu adam için cennette bir sinçay. Naştadaqni qo'yib qo'ydi, tayyorchi qilib qo'ydim. Har vaqtdagi mena o har vaqtdagi atdigani bo'lsa yo kashti masjidga bo'lsa. Mena atdigani berib turib kashtirib har bir qatimga birdan mena shu nimani tayyor qilib qo'ydi Alloh taolo sinchayniki, ya'ni qahvani shuni naştaqni tayyor qilib qo'ydi dedi. Endi masjidga berishning o'zi bir farz nashad o'qiyman jamoat bilan degan gapning o'zi nima o yaxshi ish. Endi shu yak beribdi. Agar o'qib jamoatda o'qisa ana 25 27 avonidan jiq oz shu namozni o'qilgan shakl savob bo'ladi. Tartalta o'qib savob masjidda o'qidi, uni da Allohning uyi bo'lganda u yerda nafl ibodatni qildi, o bir savob. Endi bu odam mansimi butun ma'g'usimi? Akşam masjidga berib bunu karta yine Allah Teala yani muş adam mescid namazı okuymadı mangan kadimigen. Kadimige bir sınçay. Yani bir nima naştırık. Yani birinci katın berdiğan miman yüzünki miman öykese birinci katın berdiğan yemeklik yüzün nime deydi o Arapçada nuzul deydi. Yani birinci katın düşke vakti berdiğan yemekti. Benim muşini çok berdi deydi. Anda o andiken men yaxshi ishniki turi bushtaq nima u jiq. Yaxshi ishniki o'zi bekod uyda o'tirib Qur'on o'qib yoki u qilsangizmi, men masjidga borsingizmi, o'zi borsingizmi, men uyda turmay vaqt namozini vaqtini shu yerda o'qib namoz o'qiyman deb, bu nima yaxshi ishning bir turi. Buni uchun qiling. Manging mundaq uyda turib men zikr tasbihni qilmayman deb, mangsingizmi savobchi bo'ladi deydi. Nuzul degan qut, ya'ni yemak içmek bir insonga ehtiyoj bo'lgan meni asas yemek şu ve riziktir. Ve anda bilmez tayyorında onu nima için? Mehman için. Mehman için tayyorlagan narsa nima deymiz onu? Arap tilida nuzul deymiz deydim. İkinci 8. hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı dedi Ebu Hureyre.
Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günde şunda dedi. Ne dedi? Ya nisa'el muslimat la tahkiranna caratun li caratiha velav firsene şatin. Digen muş gapni çok qilgan deylendi. Hem de Peygamber şunda dedi. Ey Müslümanlar cemaati. Herkes kişi görmüsün bir hoşna özünki hoşnusu qilgan. Aş hadiyani hiç qandaq vaqtimizda kichik sanab ko'z ilmaydigan o ne'mati men baytusam deydigan o ishni çok qilmasin. Va agar chandiki bo'lsa o hadiya qilgan narsa bir qo'yniki qo'g'uchilik yoki qo'yniki shu qo'yniki topinniki yoki nima deymiz qo'yniki topinniki putiniki nemichilik. Ya'ni qo'yniki putiniki uskuni va yoki atniki nahal taqaydigan ishdan nahal taqaydigan yani tuvak yani. Aşı koyniki aş tuğuçilik aşında bir narsa közgül hiç kim közgülmaydı o tuvak taşıvadı da Putinki nemsinin. Mene aşında közgülmaygan bek küçük. Aşda bir narsa bolsunmu bir hoşla bir hoş ona ayalgan aşda bir narsa hediye kısa uçanı onu nem sanap onu küçük sanap o iş kana bile sonmaydı o savap olmaydı o muştan savap veramsa dep unda çok kılmış o. Men aşık kişiler olsun hediye qilib tursa, hediye qildi degan gap, Adem yaxshi ko'rdikan. Bu Adem yaxshi ko'rib, shu ma'nosida kichkina narsa evatib qoldi, ko'ngli xo'shlik kirgizish uchun degan nima bo'ladi, maqsad bo'ladi. Unda o'ni bu yerda hediye qilishga maqsad moddiy narsa emas. Adamning nimasi ko'ngli. Hem o adam bo'lgan nima hurmati. Unda o'ni bir odamga bir xo'shallik meni ish bo'lmagan vaqt o'zida meni xursand bo'lish degan narsa kirgizsa nima bo'ladi o savob bo'ladi. Mana osh narsaniki kishi bo'lsa-mu, odamniki ko'ngli hurmatliganlik, ulug' ko'rganlik nimasi ifodasi. Unda o'ndikin o nimati deb moddiy qarmay odamlar, odamniki niyati va ko'ngli qarab mushtaq shu qilsin deydi. Anda o'ndikin mana bo'libmi ayollar qo'shnidochilik o'zidan meni yaxshi ish qilib savob olsam bo'ladi deb qolsa, masalan boshqa ishlarni qilibdi, uni qilibdi, buni qilibdi. Ammo turlik hadiya qilish orqali o'ziniki qo'shnilarga, chunki qo'shnining ustida nima bor? Haqqi bor. U haqqi bir yer kelgandan keyin ikkisi olishib o'tadi, olishib o'tish degan gap nega gap? Birisining haqqini birisi yutib qoladi degan gap ijtimoiy munosabatda u. Anda o'ndikin men mushundaq mana shundaq aloqa qilib bir-birisiga hadiya qilish ashtaq do'stim u nima bo'ladi o'ma savob ish bo'ladi bu bir savoblikchi yo'li yani bu illa zikr tasbih masjidga berib Qur'on o'qish u yerga berib o'qib nima emas men mushmi nima u yaxshi ish bu nima islom dinimizniki ta'limotniki ichlikchi ish deydi yani bu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu ayollarning ustida bu gapni deyishdi chunki qo'shnidochilik masalasida o'zida bo'libmi ayolning o'ttirsini diqqat qilmasa shu yerda ish chatoq chiqadigan gap. Erlardan ancha emas. Shu ayollar ikkisi o'ttirib bekor yo'q ishni talishib, bir-birisi kibr qilishib, meniki onasam bor, mening onasam manda, men manchi qavatda uy turman, mening uyimning ashyasi manda yasgan, meniki erimniki mandaq mashinasi va andaq va mening bor, men epbadida o'tirib, oniki ikkisi bekor sirtga odam bilan jiroqdagi odamga kari yo'q. Yaqin kelib qolgan soat bir-birisi faxr qilishib, kibr qilishib, mujda xato ishni qilgan gap. Shunga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işin bu olması için ne dedi bu yerda ayollarga hitap qildi. Yani ayollar bulup mu ayollar dedi. Ama yerda bu yerda nahvi qoidasiga asosan ya nisa'al muslimat. Müslümanlarniki ayolları dedi. Müslüman ayollarniki ayolları degan gap. Bu zohir ma'no bu. Nisa degan nima? Muslim, el muslimat nima? Müslüman ayollar degan gap. Unda o'rniga ya nisa'al muslimat degan bu yerda o'qishda ya nisa nima bu ya Abdullah deb munodaniki o'zi muzaff bo'lgan vaqt o'zida uni nima o'qiydik? Zibar o'qiydik. Unda o'rniga nisoniki al muslimatga muzaff bo'libdi, shu nisaa deb nima qildi? U yerda o'qildi. Unda bu qanday gap endi? Bu nima zohir bu shandi. Esa buni qatta o'limalarimiz bu yer nima deydi? Bu yilqi shu sifatniki yani mavsuf bo'lgan narsaniki o'zining sifatga nima qilgan gap izofat qonuniki qatoridan. Ya'ni ya an-nisa'al muslimat
ya eyyatuhan nisaul musimat degan gap bo'ldi. Nisa degan mavsuf, al musimat degan sifat, mavsufni sifatga izofat qonun nimasidan qatoridan deb ne qildi, hisoblaydi, ya'ni mundaq tushundu. Ya'ni musulmon ayollar degan gap. Deydi endi lafzi undaq bo'lgan bilan. Endi ba'zilar deydi, yo'q, ya'ni bu yerda bu yilki ayollar emas, bu yerda xitob qilingan yilki kishilik ayollar. Ya'ni bu degani bu yerda al musimat u bir sifat bo'lib, uniki mavsufi mahsub. U nima bo'ladi? Ya nisa'al anfusil muslimati. Ya'ni musulmon bo'lgan, bo'ysungan, men musulmon deyotgan nafslarniki ayollari. Ya'ni kishilarning demakchi, kishilarning ayollari. Ayada ayolki musulmon bilan nisoniki oralig'ida anfus, nafsiniki jamisi anfus bo'ladi ya. Bu nima u? Bu yerda bu mahsub. U mayalik sifat aniki mavsufi mahsub. Deb bunday nima qiladi? Qaraydi. Şu buradaki ibaret nemizde bazıları yani saul musibat desehmi boludu. Dedi mevzu sifat yani boğan diken. Muşdakcık yani mu. Yani tahkiran ne? La tahkiran diyen iman hakaretli misin? Kem kömüsün? Pes kömüsün? Diyen mende. Hakir kömüsün? Töven kömüsün? Diyen. Carun diyen ekşi hoşuna, caretun diyen ayal hoşuna oludu. Pirsen diyen Muşu asli şu hayvanatlarniki, muşu yılki tögeyu at bineskerahlarniki tuvaqniki özü pirsen deydiken Arapçada. Hazır mayadam deyik koyuniki nimisini alıdı mayadam deydi. Koyuniki tuvağı degan gap mesela. Yani bir uskuni, yani işki bir kichkina a'zosi degan gap. Yani usqanchilik degan gap bizning. Usqanchilik bilan hadiya qilib qolsimi, buni kichik nima qonqiligi bu bizni kamsitibdi demang. Uni qabul qilsa, uni savobi katta. Savob jiq bo'ladi deydi. Har ishga qabul qilib olsa. Dedi İmam Javhari rahmetullohi alayh. Pirsan degan mana to'gidan hopirga o'xshashdir, hayvondan, charpaydan deydi. Endi pirsan degan asli bu yillik to'giga ishlatilgan hopirni tuvoq deymiz. Tögüdün başka olan şu at, kalan bir neskerahninki özün hafır yani tuvak dep işletikemiz. Mayadamda koy işletip demdi. Dedi İmam Cevheri rahmetullahi aleyh bazı vakitte meni ariyat elinde bu pirsenni koyguma. Pirsenun diyen bu asli aş tögü işletilen aş gapniki özün koygu işletip kaldıgan işçi başkisi oturur deme müşterek yani okşaşlık var. Men o'xshash bo'lgandan dapning ma'no ishlatilgan ishim uchun ba'mini edistak deb mushtaqchu deydi İmam Javhari. Endi bu yerda İmam Javhari degan shu Siha deydigan bir lug'at kitoblarni mashhur. Shu kitobniki yozgan odam bu. Endi bu odamniki bir hayron qolarli ish ekan, 1000 yilniki oldida yozgan kitob ekan bu. Shu vaqtning o'zida bu odam bu yerga öyniki dervası, yani öyniki kadat dervasını bu adam ögüzük açıkayıp, ögüzük açıp bu ikisi burada bağlap, yüzünün kantımında kırıp, ben uçuduğun kişi, ben uçarlık oşaş deyip bu adam. Şununla iki tarafı bağlap, bunu apırıp, öyniki neymesin töpeki çıkıp şununla düşüdüken. Atlığandayken bu adam şey ülüp gelirken. Bunda bir ehvallah boğadı. Şu can yüzüde, bu uçuş neymesine, şu uçarlık karab, Muş İslam dünyasındaki muş adımlarımızı muş hakikate hareket kıpıp diken. Muş ayıplandaki nimesi şu çağda uçarlık qarğandaki munda kanatını bağlandı diken. Bu adım dünyada icat kıvatkan nesniki hemmesi Allah Teala yaratkan aş mahlukatının içini tekşirip tetkik kırıp şunu taklidi şekilde şunu işletip şunu icat kıvatkan gel. O yaratılgan mahlukatının içindeki bu kainatın içindeki yok bir nesne hiç kandak vaktin yüzüde bunu icat kıp bakkanı yok. Şu bula bunun da payda ağırlığı için şu an bu yılki şu hayvanatlar dünyası o dünya bu dünyada bekat tunmay devlet neçe milyon pul çıkarıp o yerden hazineden o bir minç adam işletip muşlah nes tekşif tatkip tepenler de şu hayvanatlar dünyası o coğrafik uya bir yer orunlarının neyim için o adam var
Ay bir uçarlıqlıya bir hayvanın qandaq ikkenligini, neme yeydigan, neme tuğudu, qandaq mene alaqılı deganligini aşırı qilib bilish uchun bir necha adamniki bir ömür ketishi mumkin. Yani biz onu televizorda hozir mesela internet ko'ramiz. Bir 2 soatga, bir yarim soatga. Aş narsa ep bo'lishga bir adamniki, bir qancha adamniki, guruhniki 20 ya 10 necha yil vaqt ketishi mumkin. Ya 5-6 yil. Unchalar kamerani tut, necha kamerani taqib, necha adam atrofni qilib turib, ay bir narsani qilaman deb, işte buni nima oldi ular? Foydali oldi. Foydalib shu orqali, ha, mana bundoq ekan deb lekin buni o'rnak qilib, lekin ijod qilayotgan mushu har xil narsa shuni orqali nima qilgan gap uni yasab chiqargan. Buni qarab go'yo biz yer shar buqmag'an binasi o'xshaydi. Ama kainat dünyası yok bir narsa keşif qildi deb hayron qilib undaq emas. Hamma narsaniki o'zi Allah yaratgan narsani shuni o'rganib, shu orqali anadagi buni uchun yasayotdi. Shuni tashkil tadqiq qilib. Şu an İmam Cevahir rahmetullohi alayh shu vaqt o'zida kallasiga men shu ish kiptikan. Men bir mishtabi qilib baqaymi, uchishim mumkin deb. Bu tarixda bor ekan kitobda. Endi hozir aeroplanni ijod qildim. O deb endi plan jumda qilib ekan, manchadan mancha qilaman deb o'stirib o'lib ekan, tushib ketib ekan deb ajli tarix qildi endi. Macho ming yil oldi qilib ekan islom olimlari. Tadqiq qilishni. 9-inchisi yine Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Men bu kishi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. İman mene 70 netçi nimidir? Şahtır. Ya ki 60 netçi nimidir? Şahtır. Dedi. Deylendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de bu yerde biz deyimiz biz degan yani tövende bir keldi o yalak 3'ten 9 boğan aralığın bir qancha degan deyimiz bizim Uyghur tilda. Bunu biz idi. Buz idise yani bu yalak cinsi aza degan gap. Hem de iki rivayet varken birisi iman mene 70 net şah ya ki 60 net şah olur diken. Yani bunu qarğa vaxt özden amelniki özü imanın içi kirdi deyil. Ama o ki 70 şah olan amelnin hemmisi iman boldu Peygamber. Ama o ki amelniki özü imanın içi kirip şu amel imanınki bir parçası demek için. Yani bunda da qaraydı boyuna bir İhtilafi olan bir mesele o. Endi bu 70 net şak, 60 net şak deganlikni o'zini o'nib alırız. Muşu tekshirib diken. Muşda sanab chiqib diken. Ras 70 net şak olganligi, men 80 ga yetganligini shu ba'zi olimlar ashta tadqiqchi chiqirib diken. Unda o diken deydi. Bu amelninki en kattisi nimidir? La ilahe illallah'dır. Min aldığın dersimiz değildi. Nim için? El iman billah en katı emel oludu der. Yani bu yardımıyla şu emelindeki en katısı nime? La ilahe illallah diyenmiş iman kelimesi. Çünkü bir adamdaki mümin Müslüman buluş, onun deki işindeki andamında hoş nime bağlı? İmanı bağlı. Anda o iman hemmeniki merkezi oğaniki bir adamın cennet kirmezsek, ezip geçip ketmezsek, namazındaki makbul buluş bulmazsek, emelindeki makbul buluş bulmazsek, doğru yolu buluş bulmazsek diyen gap, hem neyse hayatı dünyanınki üzerinde, bu iman bağlılık hem ölgendeki ki hayatı kan dağılışı bu iman bağlılık. Anda oğaniki bu bütün muş emeller, namaz değil, zakat değil, onun başka her xil nefli ibadetteki en katısı neyme bağlılık oldu? İman bağlı oldu. Eğer iman doğru olmasa, iman bulmasa, herkes bir adam kelip Kur'an okuyup geçsin. Herkes bir adam mescid namaz okuyup geçsin. Herkes bir adam neçe milyon, neçe trilyon dolarını, pullarını üzerine sadık ihsan kıvarsın. Mesela aziz bağlı kafirler kılıdığın. Bir adam, imanlı bulmasa o adam herkes insaniyet, yaxşılık, yetkizdiğin bir işini kıptı. Mesela hazır dünya kürvat teknoloji, mesela elektrik ve onun başka her xil qatnaş vasıtalar degende keşif adamlar hemiz kafir. Bu şunda kıvası mı? İmanlı bulurken onun emeli nimemesi o? Hiç kandak bir hesapçı ilmaydı. Tügülü mü dünyada? O dünya ağanı hesaba vatık o gözak girip. Allah bana muşundak akıl dersin ben sen nimiş iman etmezsen de. Şunun için ben emelindeki en katısı neymiş bağlı oldu
nemisi oldu? La ilahe illallah, yani iman bo'lgan bo'ldi. Endi buniki eng tövini nimidir? Yani bu edistama. Mana aziyatni yo'ldan nima qilish, yo'q qilish. Ya'ni yo'lda maga odamning o'ziga yo'lda bir azor bergan bir narsa kerak ekan, tikan yoki tikan deydi, yoki egiz pasib ketibdi, yo o'ymatib ketibdi deydi, yo yerilib ketibdi deydi. Meni mushundaq narsa olgan bo'lsa bu o'tgan odam azor beradi. Şu azanı, şu narsani yo'q qilib, odam mangadigan siliq odat aklishlik o'zi men iymonning ichidagi amalning eng to'ban nimasi o qismi dedi deydi. Ya'ni bizdeki İslam dinimizde bir mümin Müslüman bo'lgan odam o'ziniki shaxsiy ishga qanday ahamiyat bergandek, mana jamiyatniki, umumniki ishiga shundoq nima berish kerak, ahamiyat berish kerak. Buni nima bo'ladi? Uning savob bo'ladi ana. Men nima deb men o'tmagan yutib oldim. Qolgan ishim bilan nima desa, u gunoh. Endi men yutib oldim, men qo'yib qoldim, ama ikkinchi bir qarindishimiz yutib qolsa bu men ziyon tortib yoki qabul qilmasin deb, ishni xalq uchun, omma uchun men mushundaq foydasini deb qilsa, o'shan o'zining nima bo'ladi, savob bo'ladi. Bu misol. Bu misol. Undan boshqa men umumning ishlashda yo'q qildim. Men Müslüman xalq bunday olsun, anda olsun deb. Yani demek İslam dinimiz şahsiyetçilik ve menmençilikten ibaret olan bu rezil ahlakniki üzgün nima o karşı. İslam dinimiz şahsiyetçilik yok. Menmençilik yok. Yani minik olsun de, man olsun deydiğen, men bundak adamdaki üzülenme bir iş kağılı hem bulmaydı. Çünkü hemimiz men dep uçanımızda men degendeki onudaki diktatör, musabbitlik çok kip çıkadan gel. Bunu da anladıkken İslam dinimizdeki asas otur koygan şura ve meslahatten ibaret olan ve emruhum şura degen bunu nima o zid. Yine el hayau şu'betun minel iman dedim. Mene haya kılış mene imandan boğan bir parçadır. Yani bir mümin, bir Müslüman ayal yoki bir işini haya qıptı. Mesela ayallar, kız vallahi o bağlandı. Bir yer berip kılsa yo'q deb tatılıdı. Ya bir işte kılsa yo'q deb ne qildi? Aşı imanның bir parçası. Yani o kızın, o ayalnınki vücudunda iman bo'lganligining nemisi o bir alameti. Hem şu nim bo'lgan bo'ldi andiki, men aşında qilib, o'zlik iffat namusini saqlab, men kaskanmas yo'q bo'lmay, men xijil olaman, men haya qilaman deb açtaq bo'lmasa, uçağınızda bu xelimga, bu kızığı nima bo'ladi, savab bo'ladi. Bu mu bir nima o? Savab. Men açtaq qilish savab bo'ladi demdi bu. Afzal amal deganga, amal degan afzal savobning kattısıymış bo'ladi degan gap bo'ladi shu. Anda o'g'an ekan, bu hayocho, bu iymonniki bir nimasi oldi, paysi oldi. Endi bu yerda hayo degan bu ikki xil. Bir bo'ladi, birisi asli tabiiy bir insonlik bo'lishi bilan bir xil hayolik bor. Ya'ni taatından xijil oladigan, yin birisi iman yo'li bilan. Yani Allah'ın Resulü muştaq qıptı, men Allah ko'rib turdi, men mundaq ish qilsam shu bo'lmaydi deb. O'zidagi dini, o'zidagi e'tiqodida men Allah ko'rib, anglab turdi, o'qib turdi, men bu Allah ko'zma xijil bo'lman degan maqsadda nima qilish, o ishni uchun qilmaslik. Bu nima o diniy hayo. Endi yin bir hayo bor, u asli insonniki o'zi, o'zidagi ojizligi, o'zidagi insonlik, o'zidagi kishilik yoki ayol kishilik shu ojizligidan çıkan bir xil nima var, tatilish var. Bu onun içine çok kirmaydi. Mesela ayol kishi ya kishi deydi, o aciz. Yoki bir odamlar aloqalashishni ham bilmaydi, gap qilishni bilmaydi. O'chaning o'zida. Mana ayol kishilik o'zi ayollar olishni ham bilmaydi, ham qilmaydi, o'zi gapni qilmaydi, qoidani bilmaydi. Bu orqali bu ayolni o'zi berib qolsam, men o'zimning yuzini tushirib ekanman, yo qilmaydi ekanman, gaplashamaydi ekanman, aloqa qilmaydi ekanman desa, yoki kishining o'zi men ojiz bo'lgandan men töven manda qilib qoldi, uning uchun men o'shni qilamagandan keyin men bu yer ojiz qilib qolgan ekanman. Buning uchun men nima qilsam, buni ishi kirmaydi. Bu diniy hayo çok emas. Ammo diniy hayo bo'lgan bo'lsa, Allohni qilish imkoni bor. Qilish imkoni bor, ammo Allohning Rasuli shu ishni qilsam, o'chog'ingizda mendan nima qilib hisob oladi. Alloh ko'rib turdi, men xijil olaman, bu xato ish, harom ish desa, o'chog'ingizda bu nima o? İmanning qatorida bo'lib, buni qilib bo'lgan gap Alloh savobchi bergan gap endi. Endi
Bu yerda haya degan gapniki o'zi asli o'zgarish degan gap biz yana haya qildi adam deymiz, qijin oldu deymiz-ku. Yani bunun adeten işte shundoq ko'rganman deb, bundoq o'zi sinib oldida bo'shab ketgan gap. Bu nima bo'lgan bo'ladi? Haya bo'lgan bo'ladi. Meni shundoq qilsam o'sha tillab qolarmi, meni kamsitib qolarmi deb qo'rqib, bundoq qilgan bir narsa u nima? Haya bo'lgan bo'ladi. Endi shariat-chi Şer'i degan, yani men ishni qilib qolsam, o'chan o'zidan bu sat bo'ladi Allohning oldida. Ham jamoatning oldida sat bo'ladi, men uni qilmay deb, mandaq o'zini, meni o'chan o'zida past ko'rib, o'zini yana sinib, yana yumshoq qilsa bo'lmaydi deb, qilsa bu nima u? Haya. Muttafaqun alayh. Hamda hadisdagi biz o degan gap nima deydi? Biz degan 3'ning 9'uchidir. Arab tilida. Mana bu ba'ning zirvelendir bi deymiz va ba'zi vaqtimizda zibar o'qiladi. Baz o deb bo'lgan, ammo buz o desa o'chan o'zi ma'ni o'zgarib ketadi. Shobatun degan nima? Ayada shobatun minal iymon degan. Shoba degan mana bir parchadir. Qit'a. Yani parchadir. Yani parcha deymiz o shob. Yani xalq deydi ana. Bir parchadir deganimiz shu. Onun için yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Şuna yazmaya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Şu ardiki bir adam min vatiti bir yol bilen. Bir yolda nimqatı bir adam min vatiti. Meni qattiq oldu bu adamga usuzluq. Nay usab ketdi bu adamdan yolda bir safar bir yer ketib beribdikan. Nay qattiq usab ketdi. Onu dedi bu adam bu yerdan bir quduqni topdi. Quduqni topgandan keyin bu adam shu quduqni ichiga tushib, quduqning ichida suvni ichdi. İchgandan keyin andi qandi deyandi, qandigandan keyin chiqay deb chiqdi. Chiqsa shundoq bir ishtva quduqning atrofidagi nima qildi? Yalhasu. Ya'ni o'zining tilini chiqarib asrab, ashundoqcho qildi. Mujda bir ishni ichida qoldi, ishni ko'rib qoldi. Mana ko'rib qoldiki bu ishdagi o'zamdi. Men yeydi, yo'l nimani topini yeydi usuzlikdan. Usab ketib suv yo'q. Yo'l topini quduqning atrofidagi yo'lni ko'rib, topini yeb, yalab, ashta qolganini nima qildi? Ko'rdi. Bak usab ketdi-da. Shuni dedi yana qaydan? Jazman yetibdi ma ishqa usuzlikdan. Anda bilmasligi o'xshiki mang yetgan narsa o'xshamanga buni yetibdi. Men shunda usab ketgandim, ishlab tura olmay, ma ishtiqim uchun mushta meni yetibdi dedi bu odam ko'nglida. Şundan unda olsa şundan düştü bu adam qayta yine quduqqa. Anadeken toş qazdı bu adam endi. Toş qazayız binas yok endi o yalnız olgan ekan. Toş qaz bu adam o'zidagi uytigini so'g'i nima qildi? Tosh qazdi. Tosh qazib andaki bu adam mana bu uytigining o'zi og'zi bilan tutdi, hattoki o'rladi bu adam. Quduqning sirtiga chiqdi. Shunda bu adam yalqi ishni so'g'adi. İşte suğa deydi. Şuna Allah Teala o Adem'e nime etti? Rahmet ettiğini, şükür kıldı. Yani Allah Teala o Adem şükür kıldı diyen gap. Yani Allah Teala işte kılgan, yaxşılığın sebebidir. Allah Teala o Adem'e nime kıldı? İnam kıldı. İnam kılıp şuna o Adem'in günahını Allah nime kıldı? Mağfiret kıldı. Digendeki dediler o sahabeden, ya Resulullah, o cezmen biz üçümün bağımıdır. Mena çarpayını müşna bekki soğuruş aşında işlada savap bulamdı bizi ma dedi. Digendeki dedi alsan pikulli kebedin retbin ecrun. Her kandak mena yol ciğerlik hayvanını soğuruş ve yem veriş ve bekişti bağdır. Silginin muha savap ba dedi. Mena İslam dinimizde mena mandak nime koluda öğütüdü. Men hayvanatla hukuki, hayvanlarını ve canlılarını qoğdaşta, men nima qildi? Mushunaq ta'limotlarni çok berdi. Men bu ta'limotning o'zini 1400 yillik oldin Payg'ambar alayhissalom men nima bo'lgan buni anlamaqachonchu deb bo'lgan. Hozir endi biz bu yerda u yerda ko'rib, voy hayvonlar boqdi ekan, voy undoq qilibdi, mundoq qilibdi, ajab mundoq nima emas. Asli bizning kitobimizda bor. Asli islom hokimiyati o'g'imiz buni qilgan. Asli shuni qildi. Biz endi bu İslam hakimiyet bulmagandan keyin shunday bir
mustamlika bir qancha asr, yani bir qancha 100 yil, yani 200 necha ashda yashagandan keyin biz uniki ahvol ko'rmagandan keyin bu yerga chiqqandan keyin boshqalar musulmon emas kishilar ashunda qilib qo'ysa biz hayron qilib qolyapmiz. Ammo bizniki mana islom dinimizdagi asos manbai bo'lgan mana Qur'on va hadis. Ve bu ikkisidagi bir so'g'an hadisda bor mana. Bu hadisdagi o'zi İmam Buxoriy va Imam Muslim rivoyat qilgan hadis. Anda o'g'alikin mana demak yaxshi ishniki o'zi illoki insonlar o'ziga, qo'lim qo'shniga, balvoqsilariga va insonlarga qilish bilan to'xtab qolmaydi. Unidan boshqa o'zidan boshqa bo'lgan bir jonliq. Men jonliqlarni o'zini bekibdi, sug'uribdi. Men mushundaq qismi umuman nima bo'ladi? Yaxshi ish bo'lib, Alloh buniga nima berdi? Unuga savob va ajr cho'p berdi. Mana bu hayvonotlarniki va jonliqlarni qo'g'dashniki bilan nemizcha bu. Bu mana bu. Voy hayvonlar qo'g'daymiz, voy eshakni urib almani qotdi demaymiz. Tamam, o'qib qo'ysa hayron qolmaymiz. Asi bizni boshlat deb bo'lgan Alloh maqsad payg'ambar ta'limot berib, endi biz musulmonlarniki ish jiqmi qandaq, men mushundaq ishlar kelgan vaqt o'zida g'ayri kofirlar qilsa hayron qilib, ammo musulmonlar bu ishni qilolmaydi. Ammo yetisi bor, bu sunnat. Bu ish bo'lmaydi deganda mushundaq hayvonlarni ashdaq elchoqsiz yo'lda uyabiyat ashdaq so'z qilib qolgan hayvonlardan bekib binas berib qo'yishning o'zi musulmonning axloqi. U yerda kafir kirib, "Budoq qo'yib qo'yib qilgan odamga deb o'ltirib, unda qilsa olmaydi." Bizning kitobimizda payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zi menga ta'lim berib degan shu ish. Bizning axloqimiz mushtaq narsa. Musulmonlar mushtaq qilish kerak. Shunga bu yerga bir sahoba bor ekan. Nim sahoba ismi. Shu sahobaniki o'zi, men bu shu sahobaniki o'zi bekatumay ashu çimenlerge aşırı non bir askerahni aşındaq uğlap uğdap kıpırken. Kıpırken bu so'raydigan, "Nimish bunda qilsangiz, payg'ambar mushtaq deb buyurgan" deb. Payg'ambar bo'lgandan keyin bütün ishlarniki hammasida o'ziniki balisi tug'ilgan vaqtda o'zidan kichik mengib qanday qildi hamma narsa o'rgatdi ya. Men ashundaq biz ummatga hamma narsa o'rgatgan. Eng yuqorisi tatib iymon tatib, eng tövni men mushunda o'burni kirish va uni boshqa chashni tarash, qanday oyoq kiyish, qanday kiyim kiyish, nima yeyish degani deb unidan boshqa mena insonlar bilan boshqa jonliqlarning o'ti qanday aloqa qilish. Bu anda qilish mushuni tatib men qan o'rgatgan. Endi İmam Buxoriyda uchun ba'zi bir rivoyatda bor. Fashakarallohu fanafara fag'afara lahu fa'adkhalahu jannah. Endi bir rivoyatda İmam Buxoriyning odam ashtaqgandan keyin shunga Alloh taolo u odamga rahmat etib, ya'ni rahmat degan shakl mushakara deymiz. Ya'ni Alloh taolo uni savob berdi degan gap. Shunga Alloh taolo bu odamni gunoh mag'firat qildi. Mag'firat qilib shunga bu odam jannat kirgizdi deydi. Ya'ni demak, men mushuk qilgan ishning o'zi Alloh uni gunohini mag'firat qilib sabab bo'libdi. Shunga birlikda mush ishni qilgan o'zi bir jonliq, ya'ni ish degan nima hammadan o'shkirga o'ltiring degan payg'ambar nimasi bor ekan. O'shdaq turuqligimi, ya'ni u odam nima qilibdi unga? Meni foyda qilmasimi, o'zi ishda hayot turgani qoldi hamda. Ashunda manfaat qilmasa, uni uchun ashunda ussizlik, ashunda binas bergan bo'lsa, men bu ishning o'zi jannat kirishga nima bo'lgani sabab bo'ldi. Mundaq on. Yani yaxshi ishniki turchi mushundaq chiq. Yani unda o'g'aniki atrofingizda bütün jonliqlarga ashdaq mehribon bo'ling, ishingiz og'irsin, unda qattiq yurak, undaqchi bo'lmang. Bu insonning asli tabiatida bu yerlik jonliqlar, jonliqqa ashundaq echinish ahvol ko'rgan vaqtida buni hissashlik as tabiatida bor. Uni qilmasning o'zi nima tabiat buzib ketganlik olur. Yeni bir rivoyatda İmam Buxoriy, İmam Muslim uchun bordim. Baynama kalbun. Şu aradaki bir iş, men ayrılıvatı quduqniki atrofida. Rakiya deydi u quduq. Ki jazman yaqin bo'lgan edi, o'ltirdi bu ishni usulliq. Anında hamda topuni yaydi deb aytisning ko'zida. Maidisda rivoyatda İmam Buxoriyning, İmam Muslimning bir rivoyatida ishtash aylanib usulliq bekatuma quduqni aylanib yuradigan bir ishchi bor ekan. Shunda suni ichib chiqsa, shunda ham demin bir rivoyatda bunday. Shunda köydü bu işte bir zani. Payşvaz bir ayol. Beni İsrail'ninki
payişvaz ayollardan bo'lgan bir ayol ko'rib qoldi. Qarab baksa, quduqning atrofida aynib yurgan, usib ketdi. Shu bilan nima qildi bu ayol? Tatdi bu ayol o'ziniki muqini. Men o'ziniki ash keydigan, ash oyg'iniki o'zini nima qildi? Uni tatdi. Muq. Deydi, muq. Şöyle tatdı. Onundaki soğadı bu ayol şu muhbilen şu iştini. Nima qildi? Mana so'g'adi, onundaki qandi. Qandodi. Bu ayol şu iştini nima qildi? Andan qandodi. So'g'irib, uni nima qildi? Qandodi. Qando'gandan keyin andaki mag'firat qilindi şu ayolga, şu iştini shu so'g'oqlik sababidan o'tkazgan jinoyat, ya'ni payishvozlik, zonilik kasb qilib ketibdi bu. Shuning hammasini Alloh taolo mag'firat qilib shunga jannatga nima qildi? Akirdi. Deydi. Demak, ya'ni bir odam shundoq og'ir jinoyat o'tkazsa-mi, masalan, zino qilish, o'g'irlik qilib, deydi endi huquqlarni qatorida bo'lsa, men namoz o'qiyamapti mesela o sebepten. Mene şu adamniki şu bir yaxshi bir jonliqni qutqizib qolgan bir ishni qilgan bo'lsa, o adam men mushniki sababida gunohni hammani mag'firat qilib Alloh jannatga akirdi. Ya'ni islom din mushtaq nim qildi bo'ladi. Muq degani nima? Yutuk degan gap, yutipu degan. Yaduru havla rakiyatin degan gap. Ya'ni quduqniki atrofida aylindi degan gap. Rakiya degan o quduq degan gap bo'ladi. 11. hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cezmen gördüğüme bir adamın yetkilisi cennette bir derahtı ki ne mi kılındı? Bir derahtı yetkili vatkalını gördüm ki kesken idi bu adam bu derahtını yolundaki ot durusunu kesip atkan idi ki berdi bu derak benim Müslümanlığa nima qildi? Azar verdi. Benim Müslümanlığa azar verdiğim bir deraktın gözünün yolundaki ot durusunu bu adam yok etipti, kesip etipti. Kesip atkanlık şu sebebiden, ben işte kallık sebebiden cennette bu adam bu yüzüge meyinip, şunda rahat aşıda oynap, yani aşıda atkanlığını ben nima qildim? Köydüm. Deydi. Yani mana bu yol meselesi. Hozir biz nəhayət ubdan bilimiz vardı. Yol talışıb getdi deb hozir kunlik adam avıb alğan narsa chiqib ketgandan keyin. Mana bu yol meselesiga o'zi umum musulmonlarning o'rtaq manfaat qildigan, manfaat olgan yeri. Bir odamniki shaxsiy binas qilish orqali ya'ni mulk qilish nima emas, to'sib olish, mana ularniki musulmonlarning u yerda uyutib, unda bir ishni qilishga to'sqinlik qat'iy bo'lmaydi. Aslında bizdeki dini itikadımız boyunca müştakçı buluş gerek. Bu yer sakçı olması gerekti aslında. Yani katnaş sakçı olması gerekti. Ben şu hem adam ağınlıklı bu şeyi bilgen olsa, yolları beni maşınız koyulmaydıgan, tusu almaydıgan, adamın yolları yol boyunca müştak mağdıgan, müştak buluş gerekti. Lakin bu İslami devlet bunda bir hadis bilas gerekli, unda bir terbiyelep, unda bombagan iken adamla hazır kıdak, kandak oldu. O iş bile karı yok. Benim olsam bolti devam yolunu tusup algan, binası algan, açtakkan. Yani demek men şu yolda bir adamlarniki işlerini tosal uçuraygan umum Müslüman menfaatga ziyon qilgan kichikkan bir narsada yo'tkab qo'ysa bu ish meni bu nima kirishga jannatga sababchi bo'ladi. Unda o'ndikin bu mu bir nima yaxshi ishniki bir turi. Unda o'ndikin illaki yaxshi ishni qilaman deb siz o yerga Kur'an okudum, onu kıldım, ibadet kıldım, annepti de o emez. Mamlimo, bu mu bir yaxşı iş? Bunun savabı alaydı bolğan. Hatta cennet kirişken, günahını mağfiret kılış kılayım bolğan işler bu, sebep bolğan işler değil. Yine bir rivayette İmam Müslim 3. badır, öttü bir adam, bir derahtniki keşidin deyip kaldı, ütüp kaldı, yolundaki ottursa da. Yani yolda bir derahtniki keşidin ütüp kaldı. Ütüp kalgandaki o adam dedi ki, Kasem Allah'ı ki her aynı bir taraf kuvvetime mani Müslümanlığa dedi. La enhayyene yani nahayene de bir taraf kılma yani evatime deyin ki. Müslümanlığa dedi nim kuvvetime bir tarafçı kuvvetime ki men azar almaydı bu nesliki üzü Müslümanlığa nim kılmaydı men azar almaydıgan derecede yoldum ben bir taraf kuvvetime bu ne? Dep
Aş daraxtniki şaxniki üzünü deb qıptı, şaxning üzünü o kesib yaptı, tuzib yaptı. Onu kesib şu aştaqçı qıptı. Qandiki şuna bu adam aşqa işiniki səbəbidir. Men bu adamın cennetə kirdirildi deydi. Yani demek İslam dinimiz yüzdeki şahsi nime emas. Umum Müslümanlarınki menfaati azayt nime yuqori. Böyle Müslümanға menfaati olgan, kişilerge menfaati olgan, muşunda işini qilishlik o'zi eng oddiy. Ay yo'lda bir daraxtniki aşı şaxlar to'sib yaptı da hamdi. Men mush narsani Müslümanlar zarar vermesin bu deb kesib, onu yo'lda mağdan aş taqqan bo'lsa, men buni mangishga sabab bo'libdi ana. Aş taqamiz bu adam jannatga kirdi. Unda olgan ekan, buni qilmay, yo'lni to'sib olish uchun. Bir narsa sataman yoki unda qilaman, bunda qilaman deb yo'lni talitibdi, yo bir ish qilibdi, yo mashinasi qo'yib yapti deyli hozir. O'qib tur. Agar zarur bo'lib qolgan bo'lsa bekor. Ham zarur olmasa bekor angsizlik qilib, bu İslam dunyosiniki tavasining o'zida. Men bu masalaning o'zida eng og'ir masalalar bor. Bu musulmonning ahvoli demayman, 7 ming boshqa so'zlar bor dedi. Kim amal qildi? Mana musulmon bo'lmagan yerdagi ahvolga qarab baqsak, yoki anglasak, undaq emas. Undaq qilmaydi. Nəhayət anlıq. O yerdə qatnaş vaqasını azraq çıxarmış. Ya bu qatnaş yəni nəhayət bək yerdə qatnaş o yol besiq olub maşını ötəməyən halət olmaymış. Məsələn 12 milyon, 20 milyon nüfus var kafirlik şəhərləri şunda qatnaş rəvabilmiş. Amma Müslüman boğa yerinin üzü qarab baxını qandaq. Mənə dinimiz Müştaq nima deydi bizning dinimiz? Nima uchun amal qilmaydi mesela? Axloq bizniki nega verib yetibdi? Shunda anglasiz. Yeni bir rivoyatda yana İmam Müslim, İmam Buxoriy uchun bo'lgan yeni bir rivoyatda bor. Bunda deb bandi. Shu ordagi bir adam menvatidi yo'ldan topdi bir adam, shu adam bir yo'lning ustida bir shoxniki bir tikanniki shoxsi bir o'sha shoxini tikanniki shexini topdi. Shuni bu adam shu tikanniki shexning o'zi yo'lda keng qilyapti. Ya'ni u uchun mudaq ep qo'ydi. Ep qo'ygandan Alloh taolo u odamga rahmat aytib, shundan shukr qilib, u odamning gunohini Alloh mag'firat qilyapti deb babash bir rivoyatda. İmam Buxoriy, İmam Müslim. Ya'ni demak, yo'lning o'zidan turib qolsa daraxtning nimasi emas, ammo bir tikanniki shexi. Mana mudaq chupib ketdi kichkina. Mundaqla epetdi men musulmonlar men aytib qo'yaz, ya ziyorat putuk kelib bundaq to'sal qilib bundaq qilmasin deb. Men mushu evetgan sababidan Alloh taolo shu odamlarni jannatga kirgizdi deydi. Ya'ni demak, yaxshi ishniki turi qanchalikka men mushtaq jib. Illoki men yaxshi qilaman deb subhanalloh deb tasbih serib u emas. Men oshimi nima? Tasbih sersangiz sizga shundaq savob berdi to'g'ri. U jannatga kirishga sabab bo'ldi deb jannatga kirib matn üstün bo'ldi. Lekin macho anında yuqurdak qo'lgandi. Chunki mushuni qilib qo'ygan jannatga kirib ketadi ya be yedisi bana. 12 hadis. Yine Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala rivayet qildi dedi. Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir adamiki tarat alsa, yani namaz o'qiyman deb. Chunki tarat edish namozniki sirtidagi nima shart. Men bu adam tarat debdi, tarat olgandiki bu tarat güzel debdi. Men farzdak, vacib, sünnet, tas kamil, mükemmel. Hiç qanday bir yan qo'ymay, shu Qur'on aynan uygan holatda ashtaqcho qildi. Qolgandiki bu adam andiki jumaga chiqibdi. Jumaga chiqib bu adam xutbacho anglabdi va shukturibdi. Xutba anglab, xutba o'qigan vaqtimizda qilmay, ya'ni telefon o'ylab hozir davdi va undaq qilmay, quloqning o'zini din ash xutbaqin, xatvoqini xutbasiga quloq sepdi. Shundaq qilsa, men mag'firat qilindi shu odam uchun, anda bir gunohniki shu odam bilan va yeni bir o'qigan namozniki juma bilan yeni bir jumaniki o'ttirisiga o'tkazib qolgan ushaq gunoh hammani qoldi, mag'firatchi qoldi Alloh taolo. Uni tag'i 3 kun ziyoda qilib. Mana 7 kunlik gunohni hamma mag'firat qildi, boshqa 3 kun qo'shib Alloh, ya'ni 10 kunlik gunoh hammani qoldi, mag'firatchi qoldi. Endi bir adamiki silabdi o adam. Endi cuma kipti xutba o'qiyman, xutba o'qigan yo bir ish qilib bu adam, mana bu adamiki silabdi toshni. Mana toshni silab,
Uçağın üzerinde taşını ayak batımen, bir ayak batımen dep uçağın üzerinde bu adam men aştaq kan bolsa taşını yetkep ayak kanıtam, ayak batıman dep gap qilib men aştaq kan bolsa uçağın üzerinde mene da cezmen lağu qatqan boludu mukafotni. Yani aşu haftalık 10 kunlik aş mukafotniki gunohini mag'firat qiladi. Degan aşı nasniki üzerine o adam ne qatqan boludu. Mene bu lağu qatqan bikaçıp ketadi. Yani cuma kelib o adamlık özü. Men cümada resmi yana aşo yanakin en aldık kiriş kerak, aldık ki adamga majlis savab bo'ldi deb bani. Azan chiqadi, pirishta ketadi onu yazmaydı deb. Anda o anki bu itibarla o adam aşağı kelib jim o'tirib, xutbani anglab, hech qanday qilmay, men shu paytda menga o'zim mukofot. Ammo unda qilmay u yerga kelib, yil oyisiga berib, yanakin ikkinchi qatorda kelib, mesela ayağa varman deb ya topamay, gardini qistab, unda qismam. Hem şurada gap qilib yoki tashlab oyizib yo'tkab mundaq qilsa o'shancha bu mukofotdan mahrum qoladi. Yani demak, savob bo'lgan, ajr oladigan ish men mushundaq turichi chiq. Men mushuni nima qilsangiz, mushuni ra'y qilib qilsangiz, men mushtaqchi mukofotchi olasiz deydi. Men 13-chi deydi. Yine Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shuna deb jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Qachoniki bir musulmon yoki bir mu'min bir bende tarat etdi. Tarat edip qandaq qipti, tarat edish shakli shundaq qipti. Juptu adam yüzüne jo'g'on bo'lsa, chiqib ketadi, shu adamniki yuzidan har qandaq bir xatolikka qardi o adam shu xatolikka o'zi ish ko'zida. Yüzün ish ko'zi bilan qarg'an bir xato ish bor. Mana nomahram yani o vaqt yüzü yo'qdi zodi o ayollarni shuna hamma yer qapilib ish ko'zi 100 yılın aldığı çık açtaktı. Ama uçağın özünde bundan bir işimi çok diye 50-60 yılın aldım değil de mesela 40-50 yılın aldı da. Yani hazır çoğun bu karaşlık üzü, köz zinasındaki üzü şunda övcep gitti. Bunu hiç kanına bir adam kutlanmayan bir adet kip gitti de hazır. Eğer undaq bir adet olup ağam olsa hazırki teknolojinin hemmesi üzüp taşlap. Telefon ama telefonu internetin işletmeyin. Mene televizyonum ekreme, gezi jurnal, hiç kanda bir yakıma, koçuğum çıkma. Şu nimede iyi tağını kaşık verip aşıp bakmasam degeni de aşağı yaşaş gerek. Onundaki bu saklap kalıp. Bu mısa hazırki fitne pasatı qarab basak, bu köz zinası. Eğer köz zinasının yüzü de şehvet yüzüyle qarğan bolsa şunda. Ama tasadüfi qarab kaptırmışdak yaşap жүрüp. Şu Ömer Raziyallahu Ta'ala'nın ki bir sözü o ya Ebu Hureyre'nin Muşu sözünün özü takva degan kim o deydi. Muttaqi degan kim o dese, muttaqi oğa adam yo'lga bir tikanlarni tashiyotgan bo'lsa, tikanlik yo'liniki o'zida bu adam ayak bormoqchi, shu tikan notichiq her yerga tikan shoxa ashni chechiyotgan bo'lsa, men bu adam shu shoxiniki o'ziga put qo'lga hech qanday kirgizmay, men aşağı borgan bo'lsa, men taqvo degan mushtaq bo'ladi. Ondaki bu adam takva olduğu değil. Yani demek bizdeki hazırki yaşavatkan devrimiz min aşağı yerde deme zaten öyle hiç kadar yakanmaydı aşlattıkken. Bu vaktin üzerinde biz şunu da saklanıp kalsak yani şehvet gözüyle bir iş kata karıp kalsan tasarruf ciddi işin var de uçağda yedis kalsan ruhsat. Onun dikin yeni bu hep iş kadar mı daha kargan dikin bu şehvet olurdu lezzet olurdu bu nimet dursemiz. Böyle Muşundaqqa ötkazgan bo'lsa, Alloh taolo bu odamniki ötkazgan gunohniki hammani qildi, mag'firat cho'q qiladi. Suv bilan yoki suvniki oxirgi tamchisi bilan. Suvni shunda oxiri chiqqan suvdan hamma chiqib ketdi yoki oxirgi tamchisi hammasi shu gunoh mag'firat qiladi. Qachonki u odam o'zining ish qo'lini yursa, chiqadi shu odamning ish qo'lidan har qanday xatolik bo'lgan edi, u odam shu xatolikni o'zining ishga, xatolikni u odam ish qo'l tutgan batashan. Tutkan edi, men suv bilan chiqadi yoki oxirgi tamchiniki suv bilan chiqib ketib qoladi. Qachonki jo'g'on bo'lsa odam o'zining ichki putini chiqib ketadi, shu har qanday xatolikka mangdi odam shu xatolikqa, shu odamning ichki puti, yana mangdi suv bilan yoki oxirgi suv bilan nima qiladi? Mana bu chiqib ketib qoladi. Hattoki chiqadi bu odam mana ataratni to'liq ashta og'a vaqtida pokiz bo'lib gunohdan ashta nima qiladi? Mana chiqadi. deb men payg'ambar mushtaqchi dedi. Yani demek mana yaxshi ishniki, savob bo'lgan ishniki mana turi mushtaqchik. Men illa subhanalloh, alhamdulillah, Qur'onni o'qish, tabliq anglash yoki
yoki nima qilish emas, yoki qilish yoki anglash yoki o'rganish emas. Ya pullar yordam qilish. Men mushumi nima? Yaxshi ishni turmushdaqchi. Unda bo'lmay yaxshi ishni qilmabdiman. Deydigan hech qanday bir nima yo'q, o'zircho'y yo'q. Davomli mushtaq yaxshi ishni cho qilib turish kerak. Uni qilsak, buni qilsak mushtaq turji nima bor? Jiqcho'p bo'ladi deydim. وآخر دعوانا أن الحمد لله